Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Yana bir mavzu bahsi ila siz nima deysiz ko'rsatuvini boshlaymiz. Albatta, bugungi mavzuyimiz har doimgidek aktual va dolzarb dorimumdek. Xuddi shunday. Demak, bugungi mavzuyimiz sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish salomatlik garovi deya nomlandi. Bugun studiyamizga turli soha vakillarini, dietologlarni, qolaversa soha mutaxassislarni taklif qilganmiz, Madinaxon. Albatta. Va bilasizmi, Umidbek, inson salomatligi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Sog'lom inson nafaqat o'zining, balki oilasi va jamiyatning ham farovon hayotiga o'z hissasini qo'shadi. Zamonaviy dunyoda turli kasalliklar, stress, ekologik muammolar va albatta noto'g'ri ovqatlanish kabi omillar inson salomatligiga o'zining albatta ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shu sababli sog'lom turmush tarziga rioya qilish va to'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bugungi kunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Xuddi shunday, Madinaxon, to'g'ri aytasiz. Umuman olganda sog'lom turmush tarzi degan iborani bugungi kunda har qadamda bot-bot eshityapmiz, to'g'rimi? Albatta. Xo'sh, aslida sog'lom turmush tarzi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Avvalo tomoshabinlarimizga bu borada tushuncha berib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz har doim bu tushunchaga duch kelamiz-ku, lekin bu tushunchani goh-gohida mohiyatini teranroq anglamayotgandekmiz, to'g'rimi? Farhod aka, o'zi umuman olganda soddaroq tilda aytib o'tsangiz, sog'lom turmush tarzi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Marhamat. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining shunday bir raqamlari bor. Insonning salomatligi 4 ta sohaga bog'liq deydi. 4 ta soha. Birinchisi sog'lom turmush tarzi. Ikkinchisi bu nasl, genlar. To'rtinchisi ekologiya. Va to'rtinchisi tibbiyot. To'g'ri. Endi buni raqamlarga e'tibor beringlar-da, raqam. Sog'lom turmush tarziga kamida 60% bog'liq ekan. 55-58%. Demak, siz yuqorida sanagan 4 ta asosiy ustuni birinchisi bu sog'lom turmush tarzi. Qarang, salkam 60%. Endi ikkinchisiga o'tamiz, naslga. Biz naslda ota-bobolarimiz o'xshaymiz-ku. Naslga bor 15-18% ajratadi. Bu endi jahon miqyosida o'rtacha raqamlar keltirilyapti-da. Va uchinchisi ekologiya. Biz olayotgan havo, biz ichayotgan suvlar hammasi bular ham 15-18% ga bog'liq ajratiladi. Va oxirgisi tibbiyotga jahon bo'yicha bor yo'g'i 9-10% bog'liq deydi. Endi ko'ryapsizmi? Bu yerda jiddiyroq qaraydigan bo'lsak, sog'lom turmush tarzi butunlay boshqa narsa. Bu kasal bo'lmasdan yashash uslubi. Biz qanday qilib kasal bo'lmasdan yashashimiz kerak? Ana shuni talablarini o'rganib olsak, biz demak sog'lom turmush tarziga rioya qilamiz. Kasal bo'lgandan keyingina bir kasallikka uchrasak, bu tibbiyotga boramiz. Bu endi boyaga 8-9% shifokorlar qo'liga tushadigan holat. Mana shu sog'lom turmush tarzi kasal bo'lmasdan qanday qilib yashasa bo'ladi? Nima qilish kerak buning uchun degan savollarga bugun javob topsak, mana shu sog'lom turmush tarzi bo'ladi. Farhod aka, siz juda ham go'zal. Inson salomatligi bu eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ya'ni sog'lom turmush tarziga rioya qilish har bitta insonning o'zining shaxsiy omili. Bu borada men ilmiy tadqiqot olib boryapman. Ya'ni aholi salomatligi va tibbiy madaniyatini oshirishda ommaviy axborot vositalarining roli. Ya'ni insonlarning kamolatga yetishini, sog'lom turmush tarziga to'g'ri rioya qilishini ommaviy axborot vositalari orqali, ya'ni bu televideniya, gazeta, jurnallar va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritilishini keng ta'minlash, ya'ni insonlarga tez va oson shaklda yetkazib borish. Ilmiy tadqiqotimizning yangiligi shundaki, insonlarda asosiy tibbiy madaniyatni shakllantirish. Bu koronavirusdan keyingi jarayonda insonlar haqiqatdan gigiyenaga rioya qilishni o'rgandi. Ko'proq qo'l yuvish, masofani saqlash, maska taqish va o'z salomatligiga, tanasiga e'tibor berish uchun o'z salomatligini bir pog'ona ko'tardi. Ya'ni biz shu jarayonlardan o'tib bo'ldik. Ya'ni koronavirus jarayonidan o'tib bo'ldik. Lekin bu jarayondan o'tib bo'lganimiz bilan tibbiy madaniyatni shakllantirish, har bitta insonning o'z tanasiga, salomatligiga e'tibor berishi bu jarayon davom etaveradi. Ya'ni siz nima tavsiya qilyapsiz? Men o'shani tavsiya qilardimki, har bitta inson o'sha o'z tanasida, ya'ni o'sha kichkina jamiyat hisoblangan oilasida tibbiy madaniyatni shakllantirib olish kerak. Sog'lom turmush tarziga amal qilyapsiz, bolalaringiz amal qilyapti yoki yosh kattalar boshqalar amal qilyapti. Endi amal qilib ham kasallikka uchradi. Endi sog'lom turmush tarzida yashay olmaydimi? Yashaydi. Nima uchun bo'lish kerak? Endi hamma o'zining sohasidan kelib chiqib gapirsa, eng professional gapirgan bo'ladi. Koloproktologiya yo'nalishi bo'yicha gapiraman. Ya'ni ichak kasalliklaridan keyin sog'lom turmush tarzi qanaqa bo'ladi?
ular chiqib ketadimi? Yo'q, chiqib ketmaydi, diyetasi bor. Umumiy diyetadan bittasi. Ichak kasalliklar hammasi achchiq, sho'r, xom piyoz, xom chesnok, uksusli chesnokli narsalar mumkin emas. Hali zararli odatlardan tashqari. Ikkinchisi, endi operatsiya o'tkazdi. Eng ko'p uchraydigan operatsiya quloq o'ngani appendiktomiya. Ya'ni o'sha appendis bo'lib qolgan, o'sha atros cho'lchangni o'zidan olib tashlagan, endi ularning diyetasi bo'ladi. Uni vazifasi bor edi o'zini, ya'ni keyinchalik ichak florasini tiklash vazifasi bor edi. Endi shu vazifasini bajaradigan narsa yo'q. Yog'onchida yo'q. Asosiy flora endi yog'onchida bo'ladigan bo'lsa, uni tiklab berish uchun yog'onchi o'zi harakat qila boshlaydi. O'sha uchun ular florasini ko'proq asrash kerak. Biz ko'p eshitamiz, biz bemorlarning murojaatini hisobga olib aytaymi, eshitamiz. Ichaklarda shlak bor ekan, o'shani yuvish uchun klizma qildi, 5 marta, 6 marta arashiniya qildi, boshqa qildi. Yo'q. Ichaklar shlagini yuvib tashlash kerak emas. U mikroflora, normoflora deymiz biz tibbiy tilda. Normoflorani asrab qolish kerak. Shu uchun davolovchi degan 5-6 marta klizma ichaklarni tozalab beradigan u davolovchi xususiyati yo'q u narsani. Qaytadan immunitet tushirib yuboradi. Sog'lom sizda normoflora bor edi, endi yo'q. To'g'ri ovqatlanishga masalan prinsiplari bor. Ya'ni o'zini kun davomida, ya'ni ertalabki nonushta, tushlik va kechki ovqatni vaqtida qabul qilish. Bundan tashqari buning aksi bo'lgan, ya'ni pala-partish ovqatlanishi organizmda ko'pgina kasalliklarni keltirib chiqadi. Bular oshqozon yara kasalliklari, qand diabet kasalliklari turli-tuman unga zanjirli reaksiya bo'lib ketaveradi. Haqiqatan ham hozir eshitganda ko'p narsani o'zim uchun oldim, lekin yurtboshimiz tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan haqiqatan ham qator qarorlar chiqyapti-da. Shularni bir eslab aytmoqchi edim sizlarga. 2020-yilda 60-99 farmonlar bor. Davlat rahbarimizning haqiqatan ham sog'lom turmush tarzi va ommaviy sportni rivojlantirishdi haqida. Haqiqatan ham hozir mana aytilyapti, yurish kerak, suv ichish kerak deyapti. Unga nima kiradi bu farmonga? Haqiqatan shu yo'lakchalar yaratdik, to'g'rimi? Yo'lakchalardan yuribmiz. Haqiqatan ham shu sport maydonchalari qurdik. Sport har kuni shug'ullanamiz. Va prezidentimiz tomonidan shu farmonlarda haqiqatan ham davlat idoralarida, ishxonalarida fizkultura bilan shug'ullanish kuni ajratilgan, tashkil qilingan to'ppa-to'g'ri. Keyin o'sha farmonda aytilganki, shu yog' va shirinliklar bilan bog'liq reklamani keskin yo'qotish kerak deyilgan. Mana hozir chiqmayapti, kamayib ketdi. Qadrli teletomoshabinlar, bizni tomosha qilganingiz uchun sizga rahmat. Hurmatli ekspertlar, vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun tashakkur bildiramiz. Bizga ajratilgan vaqt poyoniga yetib bormoqda. Va bilasizmi, Umidbek, sog'lom inson kelajak haqida o'ylar ekan, xasta bemor esa sog'lig'ini tiklashga vaqtini ajratar ekan.